Hurmatli singlim, u senga telefon qilib, qayerdasan, nima kiyib yuribsan deb so'rasa jahling chiqmasin. Erkak kishi erkaklarni qanaqaligini bilgani uchun seni qizg'onadi va tergab turadi. Muhabbat bir qasrga o'xshaydi. Uni chetdan egallamoqchi bo'lgan hasadgo'ylar ko'p. Rashk shubha emas, u ko'ngil mulkining mudofaasidir. Agar u normal erkak bo'lsa, seni haqqingga xiyonat qilmaydi. Tergayverishi bilan joningga tegsa, haddan tashqari sadoqating bilan uni uyaltir. Bir narsani jiddiy o'yla va tafakkur qil. Rashqi kuchli erkak sen uchun dunyoga o't qo'yishga ham tayyor erkak bo'ladi. Aslida qizg'ongan erkakdan emas, sen bilan ishi bo'lmagan erkakdan xavotir olish kerak. Befarqlik har qanday issiq munosabatni sovutib tashlaydi. Rashq juda katta rizq. U faqat hamiyati bor erkaklarda bo'ladi.